Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Anchadan beri video qo'yamayotgandik. Bugun sizlarga iPhone telefonlari narxi bilan tanishtirmoqchiman. Bizda hozirda iPhone telefonlardan 11 Pro modeli bor. Ushbu telefonimiz 3 million so'm, 64 GB xotira, 73 Ohms. Korobka dokument, korobkasida original o'zini naushnigi hamda zaryadnigi bor. Bizda korobka dokument 14 Pro'miz ham bor, oq rangda, 79 Ohms, 128 GB xotira, 6 million 650 ming so'm. Bunda ham original USB kabeli bor. Korobkasi o'ziniki. Eng arzon telefonimiz iPhone 6, 300 ming so'm. 64 GB xotira. SE ushbu telefonimiz 1 million 100 ming so'm, 74 Ohms ekan, 64 GB xotira. iPhone 11 Pro Ohms 100, ustli batarya qo'yilgan ekan, 2 million 950 ming so'm, 256 GB xotira. Hop, iPhone 13 Pro 77 Ohms, 256 GB xotira, 4 million 600 ming so'm. 14 Pro ushbu telefonimiz 87 Ohms ekan, 128 GB xotira, 6 million 650 ming so'm. iPhone 12 Pro 76 Ohms, 256 GB xotira, 3 million 580 ming so'm. Juda ham chiroyli. Hech qanaqa chizilgan joylari yo'q, xudo xolis. iPhone 14 o'zi ushbu telefonimiz 4 million 350 ming so'm, 256 GB xotira, 86 Ohmsda. Hop, bu ham iPhone 14 sariq rangda, 87 Ohms, 128 GB xotira, 4 million 300 ming so'm. Ya'ni bitta iPhone 14imiz oq rangda, 83 Ohms, 128 xotira, bu ham 4 million 300 ming so'm. 11 Pro Max 100 Ohms ustli batarya qo'yilgan, 3 million so'm, 256 GB xotira. Hop, hozircha iPhone telefonlarimiz shular edi. Bundan tashqari bizda Samsung Note 20 Ultra'miz bor. $250 qilib beramiz, 256 GB xotira. 300 dollarga S23 telefonimiz ham bor, 256 GB xotira, 300 dollar. Hop, Samsung S15G $160, 256 GB xotira. Bular hammasi рабочий telefon. Yaqinda yana yangi telefonlarimiz keladi. Ularni narxini ham qo'yib berishga harakat qilamiz. Bizga obuna bo'ling va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Savollaringiz bo'lsa, savollaringizni yozib qoldiring. Qo'ldan kelgancha sizga javob berishga harakat qilamiz. Like bosish esingizdan chiqmasin. Sog' bo'ling, salomat.